Amir Temur, Bibi xonim masjidini qurgan me'morni malikani o'pgani uchun qatl qildirgan deyishadi. Ammo bu yolg'on. Asl qonli fojia butunlay boshqacha edi. Butun dunyoni titratgan Temur suyukli yori oldida butunlay boshqa odamga aylanardi. Uning qalbida faqat bitta ayol, Saroy mulk xonim hukmron edi. Fotihlar o'z nomiga minoralar quradi. Ammo Temur islom olamidagi eng ulug'vor masjidga o'z nomini emas, suyukli yori Bibi xonim nomini berdi. Uning qurilishi uchun 1398-yilda Hindistondan noyob toshlar va 90 ta ulkan fil Samarqandga haydab kelindi. 200 ta eng zo'r usta tunu kun tosh yo'naldi. Ammo zafarnomaga ko'ra, safardan qaytgan Temur masjidni ko'rib, ko'zlari qonga to'ladi. Nega? Chunki masjid peshtig'i ro'parada malikaning onasi qurdirgan madrasadan pastroq edi. Ayolimning inshooti hammadan baland bo'lishi shart degan g'urur va fanatik muhabbat tufayli Temur mas'ul me'morlarni shu zahotiyoq qatl qildiradi. Ayoli uchun fillarni o'yinchoqdek yetaklagan mag'lubiyat bilmas Amir Temur yoshligida eng sharmandali mag'lubiyatni alam bilan tatib ko'rganini bilarmidingiz? Bitta ham o'q uzilmay, otlar balchiqqa botib qolgan mudhish loy jangi fojiasi. Yengilmas sarkardani tizzalattirgan sir keyingi qismda. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.